Yusuf Hocanı Buxaradaki joyidan chaqirtib keldi de onu özünün patçisi Haqquli Bag'ning qo'mondonligidagi bir qo'shin bilan Qashqarga avatdi. Jungo qo'shinlari ming yo'lda mag'lubiyat kuchirdi. Shuning bilan Aqso'ning g'arbidagi shaharlar burunqidagi jungoliklarga yana qarshi chiqdi va Yusuf Xo'jani himoya qiladiganligini e'lon qildi. Shuning bilan yana bir qatimliq qirg'inchilik boshlanib ketdi. Yusuf Xo'janing tajovuzi tamoman Jahongir Xo'janing tajovuzining takrorlanishi edi. Lekin Yusuf Xo'janing g'olibiyati texmo ömrü qisqa g'olibiyat bo'ldi. Jahongir Xo'ja Qashqarga 9 oy hukmronlik qilgan bo'lsa, Yusuf Xo'ja Savliyan qadimki podshohlarning qo'lidagi hukmronlik simvoli. Savlini Xo'ja Qashqarga 9 oy hukmronlik qilgan bo'lsa, Yusuf Xo'ja Savlini hokimiyat kursida oron 3 oyda tutib o'ltiradi xolos. Jungoliklarning harbiy harakati Barko'l bilan Shanshidagi Shoqshaq musulmon yig'iliqlari tufaylidan toki 1831-yil yozgacha kechiktirilib, ondan boshlandi. Bu chog'da ular Qashqariyaga qaytib kelib, Yusuf Xo'ja va Qo'qon qo'shinlarining buningdan bir necha oy ilgari Qo'qonga qaytib ketganligidan xabar topdi. Aslida Qo'qonliklar Qashqarga tajovuz qilib kirgan mezgilda Buxoroliklar Qashqarga Qo'qonga hujum qilgan edi. Haqquli Bag Xo'jalarning huquqini qo'lga keltirishdimi, jiddiyroq bo'lgan bu voqeaga taqobil turish uchun Qo'qonga jiddiy chaqirtildi. Yusuf Xo'jami jungoliklar bilan yakka-yak elishishdan voz kechib, Haqquli Bag bilan billa qaytib ketdi. Qaytib borgan Qo'qon qo'shinlari Buxoro tarafdan kelayotgan har qanday xavfni tarmar qila oladi. Shuning bilan bir necha oy o'tgandan keyin Mamadalxon, ya'ni Sharq tarafda harbiy harakat qo'zg'ab, jungoliklarning omilligidagi qirg'izlarga hujum qildi. Jungoliklar cho'ng vaziyatga ta'sir qila olmaydigan bunday harbiy harakatlardan to'liq bezor edi. Şuna Qo'qon bilan sulh qilishdi. Buningga asosan Qo'qon o'tgangi imtiyozlardan boshqa yana sodi jihatda ba'zi yangi imtiyozlarga erishdi. Oqsoqollarning o'rni tuvallamasdan balki texmo muhimlashdi. Mamadalxon murodiga yetdi va shartnomada o'z ustiga olgan majburiyatga asosan Xo'jalarni qo'llashni to'xtatib, ularga so'q muomala qildi. Jahongir Xo'ja bilan Yusuf Xo'janing boshchiligidagi ikki qatimliq qo'zg'alon shubhasizki, jungoliklarning shon-shavkatiga berilgan eng chong bir zarba edi. Her jihatdan qaraganda bu ikki qatimliq qo'zg'alon muvaffaqiyat qozonishga yaqinlashib qolgan edi. Shunda qilib jungoliklar mushu qo'zg'alonlarda bir yoki ikki qatim oshkora mag'lubiyat kuchirdi. Balki jungolik deganlarni manju deb tushuninglar vatandoshlar. Ular burundan tortib o'tir Osiyoda hozirgi Rossiyadagilar yuqori obro'yga ega bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uni 60 yillik aminlik ichida borliqqa kelgan inoqlikning tavrinib qolganligi bilan solishtirganda unchalik obro'y hech nimaga arzimaydi. Unchalik obro'y hech nimaga arzimaydi. Buddistlar bilan musulmonlar orasida, jungoliklar bilan O'rta Osiyoliklar orasida saqlanib kelgan barliq koni nizohlar Yarkan bilan Qashqarda yuz bergan cho'ng qirg'inchiliklar ichida yangi boshdan bosh ko'tardi. Qashqariyaliklar jungodan ko'rgan ilgirki manfaatlaridan minnatdor bo'lmadi.
Cüngoluklar öz karındaşlarının öldürülgenligi yağı Kaşgariyeliklerinin vapasızlık kılganlığından gazaplanıp özlerimi ulağı şundak pozisiya bilen muamele kıl. Ula Avrupalıkların şundak şaraitte aman illik pozisiya tutuduğallıqını yaktırmay özlerinden kadimki çağrısı bu işe öz elişke kirişken idi. Hürmetli kitapxallarının eside bolsun ki, Cahangir Hoca bilen Yusuf Hoca'nın bir-biriga ulaştırıp kayni-kaynidan başlap etken iki qatımlıq tecavüzü Cüngolukların Kaşgariyet Gökmirallık tarixida burilişasidir. Bunu Yusuf Hoca'nın tecavüzçiliği, Cahangir Hoca'nın tecavüzçiliği emas. Cahangir Hoca ve Yusuf Hoca'nın Kaşgar vilayet ve ülkelerde kötergen isyanı, Cüngoluklara karşı kötergen isyanı. Ondan burun Cüngoluklarına bu joyda bol koygan rahmetli siyasetin til bilen tasvirlaş qiyin iş bolatdy. Endi bu vakadan keyin yana muşundaq ibara kollanılsa o bemanilik boladı. Bundaq özgürüşke tentek vapaga japa qıladigan Kaşgariyelikler öz javapkari bolishi kerak. Albatta onundan qalsa tentek vapaga japa qıladigan Kaşgariyelikler. Charles Bollier'nin gibi kaltık kepkele bu. Tentek, vapaga japa kıldıgan Kaşgariyelikler. Öz cevapkar buluşu gerek elbette. Onundan kalsı yani mekkar enjallıklama cevapkar buluşu gerek. Charles Bollier emrintullaptı Kaşgarlik ve enjallıktı. Cüngoluklar hiç bolmaganda bu millet ki yeri Mesir'den köprek adilik mırallık kılgınımızdan keyin kuralsız karındaşlarımız ve koşullarımız tuyuksuz kılıngan hücumla uçurgan ve minlap kırılgandı biz fakatkine bu yerinin paravallık işlerini küçeytişke getirişçallıklarımızı boşaştırıp koyduk. Halas. Deyişke aklı. Charles Bollier efendim bir yerde kitap atkana hukuk meselesi. Charles Bollier efendim. Şneyan kızıqan bir-biriga zıt bolgan yeri şu ki, bu arlıqta qısqına bir istirahat mezgili boldu. Muşu mezgilde burunqu güllünüş, avatlışes vaziyeti qaytip kelgendek boldu. Bu töhpe Mancu valisinin kol asızlığı zordun ekim begdigen musulman yardımcısıge mensup. Onun mertebesi Xitaydan başka taiplerge ezeldin nesip bolmagan. Kaşgar Məsləhət ambililik dersisi yetken idi. O bir Kaşgarlik kişinin ailesi dünyaya kelgen bolsa mı özünü qoqanlikdeydi. O qoqan da bir siyasi günah bilen qamakda yatkan iken. Zordun hakim Kaşgarni 7-8 yıl içinde yerli halkını Cüngoluklarına memnun bolgudak dereceye yetkizgen idi. O kılgan cemaat işlerinin içinde her kayı şehirlerinin sırtıda yakın topalanda tüzlü bitilgen kal'elerinin ornunda yeni kal'elerini yasap çıkkallığı netilgeliş mümkün. Bu kal'ele hazır Xitay şehir deyilmezsin yeni şehir dep atılıdı. Lekin 1864 yılı Zordun hakimden hükmranlığı Qoqan bilen hocalarının düşmelleşiş arkasında parakentçilik uçurdu. 1845 yılı Qoqan'da Mehmet Elxan ölgenden keyin Xudayar Xan taxtga çıktı. Mehmet Elxan 1842 yılı ölgen. Onun ornuğa Şir Ali 1842-45 taxtda olturdu. Xudayar Xan Şir Ali'den keyin taxtga çıqqan. 1845 yılı Qoqan'da Mehmet Elxan ölgenden keyin Xudayar Xan taxtga çıktı. Ama onun taxtga xiris qılıvatqanlarını yok degili bolmaydı. Şu çağlardaki arkadan yüz bergen yığılıqlar davamı da Qoqanlik bazı tevekkülçiler Cahangir Hoca'nın oğulları vekilligideki hazırkı hocalarını Cüngolukları hele kadar müşahit toxtayımız hürmetli vatandaş.